Ha, albatta. Har doim hayron bo'lasizlar. Bu nimaga bitta narsani qo'yib qo'yib videoga ovuratib hayron bo'lasizlarmi? Bu gal nimani maqtanmoqchi, nimani ko'rsatmoqchi deb, nimaga buni qo'yib qo'ydi, tokbargisini qo'yib qo'ydi deb siz hali farq bilganingiz yo'qdir buni tokbargi ekanligini. Nima sababdan man buni videoga olib qo'yayotganimni siz ham bilmasangiz kerak. Unda bo'lmasa sizlarga aytib o'taman. O'zinglarni qiynab, marinovka qilib, tuzlab, bankalarni sterilizavat qilib, o'zinglarni qiynab, bankalar yopib yurib, keyin esa bankani ochgandan keyin barglaringiz qanaqadir yumshoq bo'lib ketib, o'rolmasdan yirtilib ketib, shunaqa holatlarga tushmaslik uchun sizlarga oddiy oson yo'lini ko'rsatmoqchiman. Mana shu tokbargini ishonsanglar, man 2 yil oldin yopganman. 2 yil bo'ldi, ro'parasi 2 yil. Vaholanki bu tokbargim qandoq bo'lsa shundoq turibdi mana. Sabab nimaga? Chunki baklajkani yaxshilab chayganmiz va baklajkani yaxshilab quritganmiz, ichida suv qolmagan va yaxshilab quritib baklajkani. Keyin esa bu tokbarglarni, quruq tokbargini ho'l bo'lishi kerak emas tokbarg. Обязательно quruq bo'lishi kerak. Quruq tokbargini yaxshilab taqlab, keyin esa baklajkaga solganmiz. Chunki ko'p kelinlarning vaqti bo'lmaydi. Bozorda bir xillarda qimmat bo'lib qoladi. Ayniqsa yozda mana biz o'ylaymiz, yozda toklar ko'p bo'ladi, toklar arzon bo'ladi deb o'ylaymiz, to'g'rimi? Lekin aksincha unday emas. Chunki tokda yozda hamma tok bargi yeydi deydida, tok barglarini narxini oshirib qo'yadi. Ana o'shaning uchun hech kim tok bargi yemaydigan paytini poylab, ko'pchilikni bir xillarni sovug'im oshadi deb o'ylaydiganlar ko'p bo'ladi va o'shaning uchun sizlardan mana sizlarga zo'r oson nima desa layfhak deydimi, nima deydi, xullas ochiq aytganda mana shu tok bargini sizlarga man ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana ishonmasanglar, mana tok bargim juda zo'r, mana barglari ochiladi bemalol, mana quruq, mana ushlab ko'rsanglar ham quruq va juda zo'r. Mana shu tok bargidan sizlar ham baklajkalarga bosib qo'ysanglar va sizlarga ham tirikchilik qiladigan odamlar ko'p, to'g'rimi? Tok bargi ovqat sotadiganlar ko'p. Ana shunaqalarga man ularga mana shu narsani maslahat beraman va o'zinglarni qiynab, bankaga solib, tuzlab o'tirmanglar. Oddiy baklajkalarga taxlab solsanglar, mana uzoq vaqt turadi mana shu baklajkada tokbargilar va aynimaydi ham. Vaholanki hech balo qilmaydi. Mana shu baklajkani to'ldirib va baklajkani ichida nimaga presslab solish kerak? Mana e'tibor bersanglar, mana presslab solganman. Sababi presslab solsanglar hech ham aynimaydi va bunaqa baklajkalarni Rossiyaga ham olib ketsa bo'ladi bu tokbarglarni. Bunaqa baklajkadagi tokbarglarni Rossiyaga ham olib ketsangiz hech balo qilmaydi. Ana o'sha yerda Rossiyada ham ishlatsa bo'ladi. Uzoq joylarga olib ketadiganlarga ham mana shunaqani tavsiya beraman. Va shunaqa baklajkadagi tokbarglarni sotib olishni tavsiya beraman. Chunki ko'plar sotadiganlar ham shunaqa solib sotadi va yana ovqat qilib sotadiganlarga ham mana shu narsani tavsiya qilaman. Va albatta mana shu tokbargini baklajkaga solib qishga olib qo'ysanglar, 2 yil deysizlarmi, 3 yil deysizlarmi, voy necha yil desanglar ham turaveradi. Hech balo qilmaydi. Chunki men bu narsani ko'p sinaganman, ko'p ko'rganman va haqiqatan ham uzoq vaqt turadi, aynimaydi ham va juda quruq bo'lib turadi. Vaholanki ishlatishdan oldin ochib, bargi erinmasdan, yirtib yubormasdan akkuratno ochib, keyin kosaga solib, ustidan qaynagan suv solasiz va ozgincha vaqtdan keyin qaynagan suvni to'kib yuborib, keyin bemalol o'rasangiz bo'ladi va juda zo'r bo'ladi. Ishoning menga va astoydil mehr bilan mana presslab solsangiz mehr bilan va hech balo va bunga havo kirmasa bo'ldi. Chunki buni ochganingizdan keyin o'zi havo chiqaradi bu. O'zi normalizatsiya qilib tokbarglaringizni mustahkam ushlaydi va yomon ham bo'lib ketmaydi. Mana sizlarga oson va yengil layfhak. Mana shu narsani sizlar ham qilsangiz bo'ladi uyingizda va albatta mehmon to'satdan kelib qolsa shoshib qolib bozorga chiqib o'tirmaysiz. Chunki tokbargi tansiq ovqat hammaning og'ziga yoqadigan ovqat. Hozircha esa xayr, sizlar bilan nazokat edi. Azimova nazokat. Azimovani qo'shib yozish kerak. Azimovani alohida va sini alohida yozish kerak emas, qo'shib yozish kerak. Ana shuning uchun hozircha esa xayr. Sizlar YouTube kanalida Azimova nazokat edi. Yana ko'rishguncha. Albatta siz ham shu narsani ko'ring va menga rahmat deng. Chunki ovqat sotadiganlar ko'p, to'g'rimi? Ana shu ovqat bilan shug'ullanadiganlarga shu narsani maslahat beraman. Hozircha esa xayr.